Mistik hikoya. U kechasi meni ismim bilan chaqirdi. Bu voqea haqida gapirishdan hamon qo'rqaman. Chunki bu tasavvur emas. Bu boshimdan o'tgan. Hammasi bir oddiy tun bilan boshlangan. Men yolg'iz yashardim. Eski uy, devorlari nam, tunda g'alati tovuslar chiqarardi. Lekin men bularning bariga ko'nikkan edim. O'sha kuni kechasi soat 03:17 edi. Birdan uyg'onib ketdim. Xonam sovuq bo'lib ketgan. Nafasimdan bug' chiqayotgandek tuyuldi. Shunda eshik ortidan ovoz eshitildi. Aziz. Yuragim to'xtab qolgandek bo'ldi, chunki bu ovoz meni ismim bilan chaqirdi. Ovoz juda tanish edi. Go'yo bolalikdagi do'stimnikiga o'xshardi. Lekin u do'stim 5 yil oldin vafot etgan. Aziz, eshikni och. Qadam tovushlari eshitildi. Sekin sudralgandek. Ichimda bir narsa "Ochma" deb baqirardi. Ammo boshqa bir ovoz "Qo'rqma, menman" der edi. Shunda esladim. Buvisi aytgan gapni. Agar tunda seni kimdir chaqirsa, javob bermagin. U jin bo'lishi mumkin. Men jim qotib yotdim. Birdan eshik taqilladi. Taq, taq, taq. Keyin ovoz o'zgardi. Endi u shirin emas edi. Bilaman, uyg'oqsan. Ovoz qalinlashdi. Nafratga to'la edi. Xonada chiroq o'chib yonib ketdi. Devor soyasi inson shakliga kirdi, lekin boshi juda uzun edi. Shunda u kuldi. Men shayton emasman. Men sendan oldin ham bu uyda yashaganman. Birdan quloqimda pichirladi. Ismingni aytma. Aks holda men kiraman. Men og'zimni qattiq yopdim. Yuragim ko'kragimni yo'rib chiqay derdi. Birdan azon ovozi eshitildi. Qayerdan kelganini bilmayman, lekin ovoz eshitilishi bilan soya devordan uzilib, qichqirib yo'qoldi. Eshik tinchidi. Sovuq yo'qoldi. Ertalab uyg'onganimda eshik tirnalgan edi. Ichki tomondan emas, tashqaridan. Shu kundan keyin u uyda yashamadim. Lekin ba'zan soat 03:17 da uyg'onib ketaman. Va qulog'imga yana o'sha pichirlash keladi. Ismingni unutmadim,